İmam Ahmed İbrani bu hadisini özlerinin kitaplarında hatırlayan hadis. Onun için İmam Bukhari Ebu Hureyre'den keltirgen bir hadiste Peygamber Aleyhisselam'dan deydi. Bir adamın ki noçılığı, kahramanlığı, batırlığı, bir an urup yıqtaliş. Bu emas, bu ifadə bu emas. Mühimi açıqlanğan vaxt, açıq kelgan vaxt özünü tutub alsa, bu adam noçu. Elə ki bizning bir maqal temsillerimiz var. Belki büyüklerimiz bu şeydəsinin ruhiga asasen degan bo'lishi mumkin. Yolvasını yengen batur emas, özünü yengen nima batur meselesi. Bir şey kelgan vaqtida hadiste la taghdab deb bir ibora var. Bunu bazı qarindoshlarimiz g'azab qilma deb tarjima qiladi. Ama bir ikki ish var, men bir alohida farqlantiray. Açıq kelish bilan açıqlanishning farqi var. Deyish mumkin ba'zilar bu açıqlanmay qana tug'ildi deb. To'g'ri, inson açıqlığında o'zining ixtiyori emas. Buni o'g'una olmaydi. Ama şu açıqlanması bo'ladi shu. Açıqı kasa bo'laverdi. O insandan Allah yaratgan bir tabiati. Birov menga askilik qiladi, yo'lsizlik qiladi, bir ishni aplashtirolmaydi. Men açıqlanishim, açıqim kelishi mumkin. Bu masala emas. Ammo bizdan talab qilinayotgan islom axloqi nima desa, shu kelgan açıqning keyniga kirib lanmaslik. Ya'ni açıqlanmaslik kerak. Shu açıq kelish bilan açıqlanishning farqi bor. Bizning cheklanayotgan ish. Biz bugun o'tirib qo'yayotgan tema del açıqlanmaslik. Yani muloyimlik, salmoqlik degani ishlarga sovuqqonlik bilan muomala qilish. Ittiqlam açıqlanmaslik bu. Adeta normalda bir ishlarga açıqlanish aldırıp mulayimliğini yo'qotish, salmoqlikni yo'qotish asli nereden chiqqansa insonning nazar doirasininki kengri yoki torligiga munosabatlik bir ish. İnsanın nazar dairesi kengri olsa kişininki, onun qarashlari bir ishlarga nisbatan yuqori saviyada olsa, yuz berayotgan ishlar unga nisbatan cho'ng ish hisoblanmaydi. Bu ishlar ta'sir qilmaydi, ochiqlanish bo'lmaydi bu yerda. Ammo inson puchaklashgan siri, nazar doirasidagi idisdagi puchak masalalarga qarashlari olsa, yani ijobiy shaklda emas, tar doira bo'lib qolsa, oddiy narsalar uning ko'zida büyüdü. Puchak ishlar uchun, puchak bir ziyonlar uchun ochiqlanish shu vaqt, chunki uning nazarida yomon büyük ish o, yomon cho'ng ish o. Shu masala bu yerdagi ochiqlanish, muloyimlik, bugungi islom axloqi insonning nazar doirasiga munosabatlik masala.